Uni gazel mana 6 metrlik gazelmi bilmayman, 5,5 metr. Necha metr dedingiz aka buni? 5,5 6 o'rtalar 5,5 metrdan oshib. Mana shu gazel qarab turinglar. Mana qarang. Mana qarasa gazel kichkina bo'lib qolganga o'xshaydi aka. Gazeldan ham uzun turibdi, yarim metr. Gazeldan qilib kalta qilib qo'yganga o'xshayapti. Mana shu parkib chiqilyaptimi ham kelib. Mayda Mustang bor ekan. Mustangni birinchi obzor qilib o'tib ketaylik. Beda Galit va Lavaliya bor ekan. Yo'q. Gelidan ko'p bu yerda. Mana katta mashina. Gelidan ham uzun ekan. Nima, uzun bitta eshikli bo'lganmi? Yomon uzun mashina aka bu ham. Gelidan 1 metr uzun ekan. Tumshuq chiqdi. Mayda cho'rni Bravosi bor ekan. Men u yerda ham yana bitta bor. Ha? O bilan mayda M4 bor ekan bilan. M4. Ha? Diskani qarang bilan. Mana qasi ketib ketgan ekan, bunday qilib olsang. Yo'qmaydi. BMW Mersmi akalar? Uni M5, M6 bo'lganda men vitasini tanlamasdim, faqat BMW ni tanlardim. Bu yerda faqat mana mashinalar turibdi-da. Buni mashinalar oldida buni tanlash, seni xatoda. Kechirasiz, tomon BMW ni muxlislari.